Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega hakamlar deyarli hech qachon soqol qo'ymaydi? Professional o'yinlarni diqqat bilan kuzatsangiz, hakamlar deyarli doim soqolsiz ekanini ko'rasiz. Istisnolar deyarli yo'q. Keng tarqalgan fikrga qaramay, bu rasmiy FIFA qoidasi emas va ularning hammasi ham tabiatan soqolsiz emas. Aslida sabab ancha oddiy va asosan ularning maydondagi imidji va roli bilan bog'liq. Hakamlarning tashqi ko'rinishiga juda qat'iy talablar qo'yiladi. Ularning vazifasi faqat qoidalarga rioya qilish bilan cheklanmaydi. Ular shuningdek obro', betaraflik va intizomni namoyon etishi kerak. Shu sababli ularga ko'zga tashlanadigan soqol, tatuirovka yoki teshik taqiqlanadi. Chalg'itadigan, qo'zg'atadigan yoki obro'sini pasaytiradigan narsa qat'iyan rad etiladi.